Ha uylan olib ham pul so'raverammi? Endi uylantirishda oqibati mana bo'ladi. 20 ga kiryapti-ku go'rsoqda. Kelingizlar, domlar chiqamayapti, pulim yo'q. 35 yoshdan 40 ga chiqib turib, o'ylab ko'rish kerak shundayam. 2006 la go'dak. Ya человек паук. O'g'lim, kendiniz radomni o'zlab chiqib bering. O'zimizni ezib beryapmiz. Xo'p dedi. Opalar, men Hoshimvani ukasiman. Pochcham Rossiyaga qochib ketdi. Men senga ming marta aytganman. 2006 ga erga tegmadi. Bo'pti, quruq bo'lib qolmasin. Menlar, mana bo'lib ko'rasizlar. Devana qulluq bo'lsin dada, choylaganlar. Uyimizga daydet kiryaptimi, o'g'lim? Siyosat qilyapti, dada. Yana nima o'ylayapsan? Devanez anaqasi tugabdi. Va o'ldirmagan jon bola, mana senga eng sifatli O'zbekistonda trend o'layotgan Pepito tagligini olib keldi. Pensiyangiz oldingizmi dada? Ha. Devanez kashasi ham tugabdi. Ko'rladingiz? Nima saya? Molga o'xshamay o'la. Yilish cho'chqa emasmi? Kiminglarni beringlar. Pokizlarga baraka kiradi. Rahmat, aya. Onajonisi. O'ti. Paypaqingizni yuvib yursangiz o'lasizmi? Ko'zadiydiga yaqinlashib qopti. O'zingiz yuvib bersangiz bo'lmaydimi, aya? Ko'p vijillorma, senlarga cho'ramanmi? Nima qilyapsiz ayasi? Bizni deb charchab ishlab kelgansiz. Ha, qo'yavering. Men charchabman. Aya, baqirmang. Nimaga baqirmayman? Biz ham odamlarga o'xshab asaka aylanish, do'st ayollar kiyim do'konlar kiyinamizmi? Albatta kiyinasiz opa. Hozir bizda skidkalar boshlandi bugundan. 980 minglik paltolarimiz 490 mingdan, 680 minglik mana shunaqa oqish patidan qilingan zo'r kurtkalarimiz 399 mingdan. Olamiz. Dadasi, yarashdimi? Ayasi. Keyin olaveraylik. Bunaqa demang. Skidka narxida ekan olavering. O'ti. Boring. Yuragiz o't qilib yoqvordim, olovdan o'q qilib otvordim, aldashni ishonavring yorvordim. Ajab bo'lsin, ajab bo'lsin, ajab bo'lsin, sizga bu ham kam ajab bo'lsin. Alam qilsin, alam yana